Kobalt boshida mana pechkasini ularlik, adini qilib, hozir shuni yo'rish jarayonini boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Datchik ko'tardi. Pechkani tiqilgan ko'rsatadi bu. Mana suv kam kelyapti. Datchik ochilsa, shu ko'tarib tushirsa pastga, pechkani ishlaydi. Uzun suraga ish boshlaydi. Kobalt boshlanma yurish jarayoni ketyapti. Kelgan paytlari 36 gradus isi bergandi. Hozir mana bu ichidan chiqqan musullari mana datchik tashadi uni. Boya 0.14 edi. Mana 0.1 pip bo'ldi mana. Bu degan deyarli bo'lib pechka, to'g'risi. Hozir pechkani mana apparatda ulangan isidan ko'ryapmiz hozir. Xo'sh, mana 65 gradus bo'ldi. Aka necha gradusda mashina o'zida turgan bo'ladi? 34, 35. 35 edi. Xo'sh, temperatura ko'ramiz. Bu yoqda mana o'zi 68-70 gradus kelyapti. Pechka mana ikkinchi gradusda turibdi, ikkinchi gradusda nima deydi? Palajda ekib turibdi. Mana shu ozgina musor chiqqan bo'lsa ham, mana shu ozgina musor chiqqan o'zi ham shu pechka shu darajada tiqilib ketgan. O'sha 31 gradus issiqligida orqa qayta turibdi o'sha musor. Musor kam chiqdi deyishlari mumkin, lekin mana shu musor o'zi ham shu darajada tiqilib ketyapti. Sal tiqilib ketsa ham o'sha pechka ismay qoladi. Mana reduktor aylanayapti. To'g'ridagi bachokni aylanayapti. Ikkita shlanka bir xona. Radiatordan qo'llanyapti aslida. Pastdagi patrubka. Bunisi tepada patrubka. Blokdan mana aylanayapti. Asosan bunda pechka tiqilgan ekan. Xonaga qo'yamiz. 70 gradus. Bu yerda yarim so'roq ekan. Bu yerda ham mana 70 gradus harorat. Tayyor bo'ldi. Mana Kobalt mashina tayyor bo'ldi. Temperaturasini mashina bosqizyapti. 60 gradusga qizdirdi mana. Kelgan paytlar 35 gradusda. Hozir yana bir qizaveradi bu, yurasa. Hozir endi temperatura ko'ramiz. Bu yoqda mana 68. Aka, qani bo'ldi? Ma'qulmi? Mashina tayyor. E'tiborchamga rahmat. Hammani ishga qutqarib bersin. Sog' bo'linglar. Bizga davom etinglar.